Bog'ot tumanida sodir etilgan mashina o'g'irlash bilan bog'liq jinoyat jamoatchilik ishtirokida muhokama etildi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan lavha shu haqida. Har qanday jinoyatning keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad kelgusida shu kabi jinoyatlarning qayta sodir etilishining oldini olishda keng jamoatchilikning ishtiroki va mas'uliyatini yanada oshirishdir. Joriy yilning 2-oktyabr kunidan 3-oktyabr kuniga o'tar kechasi Bog'ot tumani Gulshan mahallasida sodir bo'lgan avtomashinani olib qochish jinoyati jamoatchilik o'rtasida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Shu boisdan ushbu jinoyat viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i va Bog'ot tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan Bog'ot tumanining Gulshan mahallasi fuqarolari ishtirokida muhokama qilindi. Dastlab jinoyat tafsilotlari yuzasidan Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i tomonidan batafsil axborot berildi. Jumladan 3-oktyabr kuni Bog'ot tumani ichki ishlar bo'limiga murojaat kelib tushganligi, unda tumanning Gulshan mahallasi Bayram ko'chasi 5-uy oldida turgan Nexia 2 rusumli avtomashina noma'lum shaxs tomonidan olib qochilganligi va ko'rilgan tezkor choralar natijasida ushbu avtomashina Xiva tumani Otajon To'ra mahallasi Nurli hayot ko'chasida harakatlanib borayotgan vaqtida Xiva tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan to'sib ushlanganligi, ushbu jinoyatni esa Bog'ot tumani Gulshan mahallasi Sadaf ko'chasida yashovchi 2006-yilda tug'ilgan shaxs sodir etganligi va hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganligi yig'ilish ishtirokchilari e'tiboriga ma'lumot uchun yetkazildi. Shundan keyin viloyat Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i ushbu jinoyatning kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillar bo'yicha ma'lumotlar berdi. Bugungi kunda sodir etilayotgan transport vositasini olib qochish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir bo'lishida asosiy sababchilardan biri avvalo avtomobil egalari o'zlarining e'tiborsizligi oqibatida, ya'ni avtomobilda kalitni qoldirishi yoki avtomobilni ochiq holatda qoldirishi, qarovsiz joylarda qoldirishi natijasida va avtomobillarni yuvish shoxobchalarida o'ziga oldindan tanish bo'lmagan noma'lum shaxslarga ishonib topshirib ketishlari natijasida mana shunday transport vositalarini olib qochish bilan bog'liq jinoyatlar yuz berayotganini ta'kidlab, fuqarolarga o'z mulklariga befarq bo'lmasliklarini tushuntirib, yig'ilish ishtirokchilarini ogohlikka chaqirdi. Shuningdek, so'nggi kunlarda viloyatimizda ayrim shaxslar tomonidan oldi-berdi masalalari va e'tiborsizligi oqibatida avtotransport vositalarini qayerga qo'yganliklarini bilmay, mashinamni olib qochishdi deya yolg'on ma'lumotlarni berish holatlari ham kuzatilayotganligi ta'kidlanib, yolg'on ma'lumot berish bo'yicha ham jinoiy javobgarlik borligi yig'ilganlarga tushuntirib o'tildi.